Shamning fath qilinishi. Xolid ibn Said ibn As Yamandan Madinaga qaytgandan keyin Hazrat Abu Bakr uningga Taymog'i berib, u yerdan hech ayrilmasligini, atrofdagi musulmonlarni askarga ilishni, ammo burun murtad bo'lganlarni askarlikka qabul qilmasligini, keynidan yordamchi qo'shin yetib kelishdan burun dushmanlar hujum qilmoqcha harakatlanmaslikni amr qildi. Xolid ibn Said buyruqqa binoan Taymog'i yetib berib, qo'shin to'pladi. Qo'shin kun sari zo'rayishga boshladi. Bu ahvoldan xavotirlangan Bizonislar o'zlarining Suriyadagi yandash arab qabilalarini kuch ko'rdi. Bizonislarning kuch ko'rtishi bilan Bani Qalib, Tanuh, Lahim, Juzam qabilalari bilan G'assoniylar musulmonlarga qarshi qo'liga qurol oldi. Bu ahvoldan xabar topgan Xolid ibn Said Hazrat Abu Bakrga xabar yo'lladi. Hazrat Abu Bakr uningga ularning ustiga yurish qil, hargiz qo'rqmagin va Allohdan yordam tilegin deb javob yo'lladi. Shuning bilan Xolid ibn Said dushman ustiga yurish qildi. Dushmanlar musulmonlar qo'shinini ko'ribla tarqalib ketdi. Xolid darhol ular tashlab ketgan yerni ishg'ol qildi va bu yerdan harakatlanmay turib, Hazrat Abu Bakrga yana xabar yo'llab, buningdan keyin nima ish qilish kerakligini so'radi. Hazrat Abu Bakr uningga mundaq deb javob yo'lladi. Oldinga qarab ilgirligin. Ammo orqangdan yordamchi qo'shin yetib bormoqcha ularning orasiga hujum qilib kirmagin. Xolid ibn Said bu ta'limotga binoan davomli ilgirladi. Bu orada ba'zida dushman qo'shini bilan to'qinishga majbur bo'lg'achqa Hazrat Abu Bakrdan jiddiy yordam talab qildi. Shuning bilan Hazrat Abu Bakr darhol uningga Valid ibn Utba va Ikrama ibn Abu Jahl qo'mondonligidagi yordamchi qo'shinni avatdi. Yordamchi qo'shinning yetib berishi bilan Quddus atrofida Mahan qo'mondonligidagi dushman qo'shinini mag'lub qildi. Mahan Shamga qochdi. Xolid uning keynidan qo'g'lab mangdi. Lekin Marjus Safar degan yerga borganda Bizonislarning yana Mahan qo'mondonligidagi nihoyat zo'r qo'shiniga duch keldi. Buni ko'rgan Xolid ibn Sa'd Zilmarvaga qaytishga majbur bo'ldi. Ikrama ibn Abu Jahl bo'lsa, qo'l ostidagi qo'shin bilan orqaga qaytishga majbur bo'lganlarni qo'g'lab, ularning talafotga uchrashining oldini olishga tirishayotdi. Dal shu paytda Yamandagi mujohidlarmo qaytib keldi. Hijratning 13-yili Hazrat Abu Bakr Amr ibn As qatorliq zakot yig'uvchilarni almashtirdi. Amr hijratning 11-yili Quzoa qabilasining zakotini yig'ishga tayinlangan edi. Keyin uni bu vazifasidan elib, ayni vaqtda payg'ambar alayhisalom belgilagan ummonning zakotini yig'ish vazifasiga qayta tayinladi va uningga mundaq xabar yo'lladi. Men seni payg'ambar alayhisalom ayni vaqtda tayinlagan vazifaga qayta tayinladim. Men sana belgilangan vazifani qayta berdim va buni faqat payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda sana qilgan va'dasini ishga oshirish uchun qilyapman. Sen bu vazifani burun qilgan eding. Hozir shu vazifanga qayta tayinlanding. Ey Abu Abdullah, men faqat sening har ikki dunyolik foyda manfaatingni ko'zda tutdim. Shunga seningmi bu vazifani ixlosmandlik bilan o'rindishingni umid qilaman. Amr ibn Asmo Hazrat Abu Bakrga mundaq deb javob berdi. Men islomning o'qlaridan biriman. Sen bo'lsang Allohdan keyin bu o'qlarni yig'ib tayyorlovchi va qo'llanuvchisan. Undaq bo'lgan ekan, ularni qayerdan yig'sang yiqqin. Ammo nishonga eng tez yetib boradigan, Allohdan eng qo'rqadigan va eng yaxshisini tanlagin. Xolid ibn Sa'd Mahanning qo'shinidan qochib Zil Marvaga qaytdi. Bu xabarni olgan Hazrat Abu Bakr uningga mundaq xabar yo'lladi. Hozirgi o'rningdan boshqa yerga yo'tkalma. Hayotim ustiga qasam qilamanki, sen bekmi qo'rqqoq va qochqoq, shundoqla ko'zing yetmagan ishga tutish qilmaydigan jafoga chidamas biri ekansan. Keyincha Hazrat Abu Bakr Xolid ibn Sa'dning Madinaga kirishiga ruxsat qildi. Bu vaqtda keyincha tafsiliy to'xtalamiz. Hijratning 13-yili Hazrat Abu Bakr tuvandagi tartib bo'yicha qo'shin tashkillab Suriyaga avatdi. 1. Xolid ibn Sa'd vazifasidan qoldirilgandan keyin Yazid ibn Abu Sufyan 7000 kishilik qo'shin bilan Shamga qarab harakatlandi. U Shamga yurish qilgan islom qo'shinlarining tunji qo'mondoni bo'lib, danqi chiqqan Suhayl ibn Amirmo bu qo'shinda vazifa o'taydi. Hazrat Abu Bakr
Uning keynidan Yazidning qarindishi Muaviya ibn Abu Sufyan qo'mondonligidagi qo'shinni avatib, Yazidning qo'shinini texmi kuchlantirdi. Muaviya Zilmarvaga o'tkicha ayni vaqtda Xolid ibn Sa'dning qo'shinidan ayrilib, bu yerda qolib qolgan askarlarni mo billa elib mangdi. Faqat shundan keyinla Hazrat Abu Bakr Xolid ibn Sa'dning Madinaga kirishiga ruxsat qildi. Ikkinchi, Suriya tarafga mengishga tayyorlangan yana bir qo'shinning beshida Amr ibn As bo'lib, u Falastin tarafga qarab atlandi. Uchinchi, yana bir qo'shinning qo'mondonligiga Shurahbil ibn Hasana tayinlandi. Uning qo'shini Iordaniya tarafga qarab yo'lga chiqdi. U aslidagi Valid ibn Uqba qo'mondonligidagi qo'shinning beshiga keltirilgan edi. U mo Zilmarvadan o'tganda Xolid ibn Sa'ddan qolib qolgan eng oxirgi askarlarning hammasini billa elib mangdi. 4. Abu Ubayda Amir ibn Jarrah yana bir qo'shinning qo'mondonligiga tayinlandi. Bu qo'shin Himis shahriga qarab yo'lga chiqdi. Bu qo'shinga jiddiy paytlarda yordamchi bo'ladigan 6000 kishilik qo'shinning qo'mondonligiga Ikrama ibn Abu Jahl tayinlandi. Musulmonlarning bu harbiy tayyorligidan xabar topgan Bizans imperatori Heraklius nihoyat aldirashlik bilan Himisga yetib berib, zo'r bir qo'shin tashkilladi va Yazid ibn Abu Sufyonga qarshi Tizara qo'mondonligida, Shurahbil ibn Hasanaga qarshi Drakos qo'mondonligida, Abu Ubaydaga qarshi Fayqar ibn Nastor qo'mondonligida qo'shin avatdi. Bu qo'shinning umumiy qo'mondonligiga Fayqarni tayinlagan edi. Shu vaqtdagi Bizans qo'shinidagi lashkar soni 240 mingga yetgan edi. Halbuki islom qo'shinining lashkar soni faqat 21 mingli edi. Uningdan boshqa Ikrama qo'mondonligidagi 6000 kishilik qo'shin orqadan kelyotdi. Musulmon qo'shinlarining qo'mondonlari Bizanslarning qo'rqinchli darajadagi zo'r qo'shinini ko'rish bilan bir oz tamtirab qilishdi. Ular bir yerga yig'ilib, oralarida eng o'qimishliq va tajribali hisoblanadigan Amr ibn As bilan kengashib, uning fikrini olmoqchi bo'ldi. Amr ibn As musulmonlarning har qaysi saflar bo'yicha tarqaq hujum qilgandan hammasi birlashib, birli yerda hujum qilsa, texmi muvofiq bo'ladiganligini. Shundoq qilgandila musulmonlarning yengilmaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda ular xalifaga xabar yo'llab, yordamchi qo'shin avatishni talab qildi. Boshqa qo'mondonlarmi Amirning fikrini uyg'un ko'rishdi ham urush qo'mondonlik markazi Madina bilan xabarlashish uchun Yarmukning muvofiq ekanligini bekitdi. Undan keyin Iroqdagi Xolid ibn Validga xabar yo'llab, uning o'zlariga yordam berishini va bosh qo'mondonlikni qo'lga olishini talab qildi. Xolid bu xabarni olib, darhol Farotdan yo'lga chiqib, Qaraqirga bordi. Uni Musanna uzitib qo'ydi. Qaraqirdan keyin Suvaga yo'liqib o'tdi. Ondan u yer bilan Iroq orasidagi Bizans tuproqlariga qarab ilgirlab, ondan Musayyiqqa hujum qildi. Ondan shimolga burilib, Sarhan vodiysi yo'li bilan Havron tig'ining sharqidan aylanib, Tadmur yaqinidagi Riqqaga, ondan Tadmurga va oxirida Qariyataynga yetib bordi. Xolidning xabarini olgan G'assoniylar Marjuh Rohid degan yerda uningga qarshi qo'shin tashkilladi. G'assoniylar qo'shinining beshida Haris ibn Ayham bor edi. Xolid bularni mag'lub qilib, Suriyaning Busra degan yeriga qarab ilgirladi. Busra Xolid ibn Valid Suriya tuproqlari ichida fath qilgan tunji shahar edi. Ondan Yarmukka qarab ilgirlab, o'z qo'mondonligidagi 9000 kishi bilan musulmonlar qo'shiniga ketildi. Shuning bilan musulmonlar qo'shinining askar soni 36 mingga yetdi. Xolid ibn Validni ko'rgan musulmonlar bakmo suyundi. Bu arada Bizans qo'shinigami Mahan qo'mondonligidagi yordamchi qo'shin qaytilgandan boshqa Bizans askarlarining ruhini urg'itish uchun bir munchilagan pop va rohiblarmi yetib kelishgan edi. Balkim o'qirmanlarimiz Xolid nima uchun undaq uzun yo'llarni besib keldi deb so'rashi mumkin. Uning sababi mundaq edi. U musulmonlar bilan uchrashishdan burun o'z qo'li ostidagi ozg'in qo'shin bilan Bizanslarga qarshi jang qilishni xohlamadi. Chunki islom qo'shinining bosh qo'mondonligi uningga topshirilgachqa, u qo'shin bilan uchrashib, qo'mondonlikni o'tkazib olish kerak edi. Uning ustiga islom qo'shini Bizanslarga har tarafdan emas, balki birli saf bo'lib hujum qilishni planlagan edi. Shunday qilganda son jihatda o'zlaridan 10 hassa ustun bo'lgan dushman qo'shinlarga qarshi turg'ili bo'ladi. Undan boshqa
Agar Xolid qisqa yo'lni tanlab Heratdan g'arbga qarab ilgarilagan bo'lsa, bundan burun Parislar bilan Rimliklarga urush sahnasi bo'lgan Bizans chegaralaridagi muhofizatchi qo'shinga duch kelib qolishi mumkin edi. Undaq bo'lganda islom qo'shinining Yarmukda birlashishi texmi tasga tushadi. Shundaqla islom qo'shinining plani bo'yicha bosh qo'mondonlikni o'z qo'liga ola olmaydi. Shunga u Bizanslarning bu mustahkam chegaralardan olqib o'tish uchun Damatul Jandal yo'li bilan janubga minib, ondan shimolga burilishga majbur bo'ldi. U Suriyaning Busra shahrining sharqiga yetib borgandila, ondan o'zining Havran teg'i, ya'ni hozirgi Durza teg'i deb ataladigan Yanar tog'ining oldiga chiqqanligini bildi. Bu tik qiyolik tog'dan olqib o'tish bakmi qiyin bo'lg'achqa, nihoyat tez suratda bu tog'ni aylanib o'tib, Tadmurga yetib bordi. Shu sababdan Qartayn yo'li bilan g'arbga, u yerdan Saniyatul Uqab tarafga burilib, Shamning sharqidan Busraga kirdi. Bu yerni fath qilgandan keyin Yarmukka qarab ilgariladi. Xolid ibn Validning o'ziga xos urush taktikasi bor edi. U avval dushman qo'shinining ichkarisiga hujum qilib kirdi. Ondan aloqazoti bo'lgan dushmanning orqa sepini uratdi. Ondan keyin dushman qo'shiniga umumyuzlik hujum boshlash uchun orqaga chekinadi. Buni ko'rgan dushman uning yana boshqa planlarni tuzib, fursat topganda qayta hujum qilishidan qo'rqib, qattiq sarosimaga tushadi. Undan boshqa Xolid dushmanning orqadan hujum qilib kelishini ko'zda tutib, har doim orqa tarafga yordamchi qo'shin qo'yib mangadi. U Iroqdagi fathlarda butunlay mush taktikani qo'llandi. Chunki u Iroq tuproqlariga xeyli ichkirilib kirib ketgan bo'lib, Savat rayoni va Yera tarafdagi dushman qo'shinlari texi taltukis yo'qotilmagan edi. Uning ustiga o'zlari bilan tinchlik ahdnomasi tuzgan ba'zi yurt xalqlariga texi to'liq ishonch bog'lig'ili bo'lmaydi. Chunki ular turib bu ahdnomaga xiloflik qilib qo'yayotdi. Shundaqla Xolid Bizans tuproqlarining ichiga kirib bo'lgan bo'lib, islom qo'shini bilan texi uchrashib bo'lolmagan edi. Bo'libmi Xolid o'zi fath qilgan Paris tuproqlari ichida bo'lganligi uchun Bizanslar uning Paris bilan ittifoqlashib olishidan ansirab, chegara rayonlariga bo'lgan muhofizatni texmi kuchaytirib, qattiq kontrol qilyotdi. Nihoyatan Xolid Iroqdan billa elib mangan askarlar bilan Yarmukka yetib bordi. Xolid yetib borganda Bizans qo'shinlarimi urushga butunlay tayyorlanib bo'lgan edi. U musulmon askarlarining hammasini bir yerga yig'ib, oldi bilan Allohga hamd sano aytgandan keyin ularga mono tarixiy xitobni qildi. Bugun Alloh taolo maydonga kelishini taqdir qilgan eng muhim kunlardan biridir. Bugun hech kim o'zining qilgan ishi bilan ko'ranglaydigan yoki amriga bo'ysunmay bosh-boshdoqlik qiladigan kun emas. Jihodinglarda samimiy bo'linglar. Har bir ish harakatinglarni boshqalarning mukofotlashi uchun emas, balki faqat Allohning roziligi uchun qilinglar. Bugun keyingi kunlarda yod etiladigan va hisobi Allohga beriladigan kundir. Hargiz o'zinglarni ma'lum bir jang qilibga, ya'ni taktiksiz selib olmanglar. Yoki o'zinglarga ishinib ketib, yolg'iz harakat qilmanglar. Bundaq ishni o'zinglarga joiz ko'rmanglar va qilmaslikka tirishinglar. O'zinglar buyurilmagan bir ishni beshinglardagi amringlarning fikr va ko'rsatmasi bo'yicha qilinglar. Xolidning so'zi mush yerga kelganda askarlar undaqda sening ko'rsatman qandoq deb so'rashdi. Xolid ularga mundaq javob berdi. Hozirgi ahvolinglar sizlardan bakroq keyninglarda qolgan musulmonlar xalq uchun bakmo foydasiz. Ammo mushriklarga nisbatan ular yordamchi qo'shin bilan shu qadar kuchlanib ketganligi uchun bakmo foydali hisoblanadi. Men shu narsani aniq bilib yetdimki, dunyo mansab yerisi sizlarni bir-biringlardan yiroqlashtirib Sizlarni ogohlantirib qo'yay. Allohdan qo'rqinglar. Shuni bilib qo'yinglarki, har biringlar ayrim yurtdan kelib bu yerga birlashdinglar. Agar o'z abiringlarga bo'ysunsanglar, mamlakatinglar buning bilan ziyon tortmaydi. Agar texmi yuqori mansabga erishish xiyolidagilarni ko'z tutyapman. Butun qo'shin sizlarga bo'y ekkan taqdirdami, mamlakatinglar buning bilan cho'ng foydaga erishib ketmaydi. Aranglardagi biringlarga bo'ysunish bilan Alloh va xalifaning nazaridagi o'rninglar tuvanlab ketmaydi. Undaq bo'lgan ekan, hammanglar g'ayrat qilinglar. Chunki oldinglardagi dushman jangga to'liq tayyorlik qilib bo'ldi. Bugun shundaq bir kunki, bu kunning ma'atisi bor. Bugun keyingi kunlarda yod etiladigan va hisobi cho'qim Allohga beriladigan bir kun. Shunimi yodinglardan chiqarmanglarki, agar bugun dushmanni keyniga chekindira olsak, buningdan keyin davomli chekindira olamiz. Agar
ular bizni yengib oldigan bo'lsa, buningdan keyin biz o'zimizni hargiz o'ngshib ololmaymiz. Shunga hammanglar o'zinglarni sagak tutinglar. O'zaro maslahatlashish, kengashish orqali o'zimizning amirlarimizni saylab chiqaylik. Bugun bir qismimiz qo'mondonlik vazifasini o'taylik. Ata yana bir qismimiz o'gillikka, yana bir qismimiz bu vazifani o'tkazib olsin. Shu tariqada navbat bilan o'z vazifamizni ado qilaylik. Ammo bugun bu ishni menga qo'yib beringlar. Bugungi vazifani o'zim bir taraf qilay. Xolid ibn Valid bu tarixiy nutqini oyoqlashtirgandan keyin qo'shinni 36 yoki 40 polikqa bo'ldi. Har bir polikda 1000 atrofida askar bor edi. Abu Ubayda Amr ibn Jarrah qo'shinning o'ttir qantig'i. Amr ibn As va Shurahbil ibn Hasana qo'shinning o'ng qantig'i. Yazid ibn Abu Sufyan so'l qantig'i mas'ul qilindi. U kunki polik qo'mondonlarining ba'zilari tovandikichi edi. Ka'ka ibn Amir, Maz'ur ibn Adi, Ayyat ibn Ghanam, Hisham ibn Utba ibn Abu Waqqas, Suhayl ibn Amir, Ikrama ibn Abu Jahl, Xolid ibn Validning o'g'li Abdurrahman, Habib ibn Maslama, Safvan ibn Umayya, Sa'd ibn Xolid ibn al-As, Xolid ibn Sa'd ibn al-As, Abdullah ibn Qays, Muaviya ibn Hudayj, Zubayr ibn Avvam, Zirar ibn Azvar. Abu Darda qo'shinning qozisi, Abu Sufyan ibn Harb qo'shinning ijroiya hayiti, Abdullah ibn Mas'ud urush g'animatlarining mas'uli, Qubat ibn Ushaym Turshavul begi, Miqdad ibn Amir bo'lsa qo'shinning mashqovuli bo'lib tayinlandi. U kunki Yarmuq qo'shinining ichida 1000 dan ortiq sahoba bo'lib, Badr g'azotida qatnashgan 100 polvonmi bu qo'shinda bor edi. Abu Sufyan urush tayyorligidagi qo'shinni aralab yurib, ularning ruhini ko'tarish uchun Allah, sizlar arab millatining polvonlari va islomning qo'g'dug'uchisi sizlar. Oldinglardagilar bo'lsa Bizans lashkarlari va shirik aqidaning qo'g'dug'uchilari. Ey Allah, bugun sen vujudga kelishini taqdir qilgan kunlarning biridir. Ey Allah, shu bandalaringga zafar ato qilgin deb duo qildi. Qo'shinni g'ayratlantirdi. Nihoyat urush bakmo shiddatli boshlandi. Qo'shin bir-biriga kirishib, otliq askarlar bir-birini qo'g'lashga boshladi. Jang toza qizg'an bir paytda Mahmiya ibn Zanim poytaxt Madinadan bir xabar elib keldi. Xabarda Hazrati Abu Bakrning vafot bo'lganligi va uning o'rniga Hazrati Umarning xalifalikka tayinlanganligi, Xolid ibn Validning bosh qo'mondonlikdan qoldirilib, uning o'rniga Abu Ubaydaning tayinlanganligi haqidagi amr bildirilgan edi. Ammo Xolid ibn Valid qo'mondonlik shtabining xabarning mazmuni haqida so'ragan savoliga Madinadan salom bor. Orqamizdan yordamchi qo'shin kelib yetibdi deb javob berdi. Hazrati Abu Bakr hijratning 13-yili Jumadiyal oxir oyining 22-kuni dushanba vafot bo'ldi. Mushu bo'yicha hisoblaganda uning xalifalik davri 2 yil, 3 oy, 10 kun davomlashgan bo'ldi. Hazrati Abu Bakr davrida fatih qilingan yerlar har qancha ozdek ko'rinsimi, tuvandagi muhim nuqtalarni hargiz unutmaslik kerak. 1. Uning xalifalik davri bakmo qisqa davomlashdi. 2. Hazrati Abu Bakrning ko'pincha vaqti Arab yarim orolining har tarafini qoplagan murtadlik harakatlarini bostirish bilan o'tkashga, boshqa fatih ishlarga fursat topolmadi. 3. Qandoqli bo'lmasin, Hazrati Abu Bakr davrida bir tarafdan Bizanslar, yana bir tarafdan Farislarga qarshi elib berilgan urushlar islom dushmanlarini aloqazodi qilib, musulmonlarning kuchini va urush to'qinishdagi qobiliyatini ko'rsatdi.